Assalomu alaykum do'stlar. Videoni boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'ling va like bosishni unutmang. Bu biz uchun juda muhim. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz bizni yanada yangi va noodatiy xabarlar tayyorlashga undaydi. Shoshilinch xabar. Bugun ertalab butun O'zbekiston bo'ylab kutilmagan hodisa yuz berdi. Qor yog'di. Ijtimoiy tarmoqlarda qor yog'ayotgan videolar tarqalmoqda. Ko'chalarda, daraxtlarda va hatto tomlarda ham qor qatlami paydo bo'lgani aytilmoqda. Ba'zi foydalanuvchilar bu holatni tabiat mo'jizasi deb atagan bo'lsa, boshqalar esa bu atmosferadagi noodatiy o'zgarishlar natijasi bo'lishi mumkinligini aytmoqda. Eng qizig'i Toshkent, Samarqand va Andijon viloyatlarida qor erta tongda boshlangan va qisqa fursatda ko'p joylarni oppoq qilib tashlagan deyishmoqda. Rasmiy tashkilotlar esa hali bu borada izoh bermagan, ammo ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan videolar odamlarni hayratga solmoqda. Siz nima deb o'ylaysiz? Bu haqiqiy hodisami yoki kimdir odamlarni hayron qoldirishni istadimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.